Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni muhokama qilaman. 1 iyuldan pensiya jamg'armasi orqali ko'pchilik uchun yoqimli yangilik, ya'ni ayrim to'lovlar pensiya tayinlash tartibi. Hujjatlarni tekshirish va fuqarolarga xizmat ko'rsatishda kutilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki hali pensiyaga chiqmagan, lekin mehnat staji, ish haqi, ijtimoiy to'lovlari va kelajakdagi pensiyasi haqida o'ylayotgan har bir odamga tegishli. Men buni bejiz hamma uchun kerakli ma'lumot demayapman. Chunki ko'p odamlar pensiya masalasiga faqat yosh yetganda e'tibor beradi. Aslida esa pensiya miqdori bugun sizning ish joyingizda qanday rasmiy ishlayotganingizga, ish beruvchi siz uchun to'lovlarni to'g'ri o'tkazyaptimi yoki yo'qmi? Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar to'g'rimi? Elektron bazalarda ma'lumotlaringiz aks etganmi? Shularning barchasiga bog'liq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtda bilgan odam keyin idora sarson bo'lib yurmaydi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasiga borardi, hujjat topshirardi. Keyin esa falon yildagi ish stajingiz bazada ko'rinmayapti. Arxivdan ma'lumotnoma olib keling. Ish haqi haqidagi hujjat yetishmayapti. Familiyangiz eski hujjatda boshqacha yozilgan. Mehnat daftarchasida muhr noaniq degan muammolarga duch kelardi. Natijada odamning haqli pensiyasi kechkardi yoki miqdori kutilgandan kam chiqardi. Ayniqsa 1990 yillar. 2000 yillarning boshida ishlagan fuqarolarda muammo ko'p uchraydi. Chunki o'sha davrlarda ko'plab korxonalar yopilgan, ayrim arxivlar tartibsiz saqlangan, ish haqi qaydnomalari yo'qolgan. Mehnat daftarchalarida yozuvlar to'liq bo'lmagan. Oddiy fuqaro esa buni pensiyaga chiqish arafasida bilib qoladi. Bu esa eng og'ir holat. Odam umr bo'yi ishlagan, lekin isbotlash uchun yana yugurish kerak bo'ladi. Endi nima o'zgaryapti? 1 iyuldan boshlab pensiya jamg'armasi tizimida fuqarolarga qulaylik beradigan, ma'lumotlarni elektron tekshirishni kuchaytiradigan, ayrim jarayonlarni soddalashtiradigan yangiliklar amaliyotga kirishi kutilmoqda. Bunda asosiy maqsad bitta: odamni ortiqcha qog'ozbozlikdan qutqarish, pensiya va nafaqalar bo'yicha ma'lumotlarni oldindan aniqlashtirish, kimga qanday huquq borligini tezroq ko'rish va to'lovlarni adolatli hisoblash. Men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Davlat pensiya tizimi asta-sekin odam hujjat ko'tarib yuradigan tizimdan ma'lumotlar o'zi bazalar orqali tekshiriladigan tizimga o'tmoqda. Bu juda muhim. Chunki fuqarolarning eng katta og'rig'i aynan hujjat yig'ish, navbat kutish, turli idoralardan ma'lumot olish bo'lgan. Birinchi navbatda pensiya deganda faqat yoshga doir pensiyani tushunmaslik kerak. Pensiya jamg'armasi orqali yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim ijtimoiy nafaqalar va boshqa to'lovlar bilan bog'liq jarayonlar yuritiladi. Shuning uchun 1 iyuldan bo'ladigan o'zgarishlar turli toifadagi fuqarolarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, birinchi toifa, hozir pensiya olayotgan fuqarolar. Ular uchun eng muhim savol: pensiya miqdori oshadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Qo'shimcha to'lov chiqadimi? Bank kartasiga pul qachon tushadi? Bunday fuqarolar har bir o'zgarishni diqqat bilan kuzatish kerak. Chunki ayrim hollarda pensiya miqdori avtomatik qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim hollarda esa fuqaroning o'zi ariza berishi kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa, yaqin 1-2 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar. Bu odamlar uchun hozir eng muhim davr. Men doim aytaman, pensiyaga chiqishga 1 oy qolganda emas, kamida 1 yil oldin hujjatlaringizni tekshiring. Chunki xatolik bo'lsa, uni tuzatishga vaqt kerak bo'ladi. Agar siz 2025 yoki 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bugundan boshlab mehnat stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, soliq va ijtimoiy to'lovlaringiz elektron bazada qanday ko'rinayotganini aniqlang. Uchinchi toifa, rasmiy ishlayotgan yoshlar va o'rta yoshdagi fuqarolar. Menga hali pensiyaga ko'p bor. Bu mavzu menga tegishli emas deb o'ylamang. Aksincha, siz uchun eng muhim mavzu shu. Chunki pensiya kelajakda bugungi rasmiy daromadingiz asosida shakllanadi. Agar siz konvertda oylik olayotgan bo'lsangiz, ya'ni hujjatda 1 million so'm ko'rsatilib, qo'lingizga 5 million so'm berilayotgan bo'lsa, kelajakda pensiya hisoblanganda rasmiy 1 million so'm inobatga olinadi. Keyin nega pensiyam kam chiqdi deb hayron bo'lmaysiz. Sabab bugundan boshlanadi. 4-toifa, vaqtincha ishlamagan
uy bekasi bo'lgan, chet elga ishlashga ketgan yoki norasmiy mehnat qilgan fuqarolar. Bunday odamlar staj masalasida alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki pensiya tayinlashda umumiy staj ayrim davrlarning hisobga olinishi, bolani parvarish qilgan davr, harbiy xizmat, o'qish, chet eldagi ish faoliyati kabi masalalar alohida ko'rib chiqiladi. Har bir holatda hujjat va tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Tasavvur qiling, 6 yoshga yaqinlashgan Akmal aka 35 yil ishlagan. U o'zicha mening stajim yetarli, pensiyam yaxshi chiqadi deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda 1997 yildan 2003 yilgacha ishlagan korxona bo'yicha ma'lumot bazada yo'qligi aniqlanadi. Bu 6 yil degani. Agar shu 6 yil tasdiqlanmasa, pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Endi Akmal aka arxivga boradi. Eski korxona hujjatlarini qidiradi. Guvohnomalar, buyruqlar, ish haqi qaydnomalarini izlaydi. Agar u bu ishni pensiyaga chiqishdan 1 yil oldin boshlaganida hammasini xotirjam hal qilardi. Lekin pensiya tayinlanadigan oyda boshlasa, to'lov kechikishi yoki kamroq hisoblanishi mumkin. Ikkinchi misol. Dilbar opa 30 yil ishlagan, lekin ayrim yillarda maktabda yarim stavkada ishlagan. Keyin farzand parvarishi ta'tilida bo'lgan. U pensiyaga chiqqanda qaysi davrlar stajga kiradi, qaysi davrlar ish haqi hisobiga ta'sir qiladi, buni aniq bilmaydi. Agar elektron bazadagi ma'lumotlarda farzand parvarishi davri noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki ish joyi ma'lumot bermagan bo'lsa, pensiya hisobida farq chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ish joyidan buyruq nusxalari va arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Sardor ismli yigit 32 yoshda. U xususiy firmada ishlaydi. Qo'liga 7 million so'm oladi. Lekin rasmiy shartnomada 2 million so'm ko'rsatilgan. Bugun unga bu qulaylik tuyuladi, chunki baribir pulimni olyapman deydi. Lekin kelajakda pensiya, kredit tarixi, mehnat staji, kasallik varaqasi, dekret to'lovi. Ishdan bo'shaganda kompensatsiya kabi barcha masalalarda rasmiy ma'lumot asos bo'ladi. Ya'ni rasmiy 2 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, davlat bazasida uning daromadi 2 million so'm sifatida ko'rinadi. Bu esa keyingi 2-3 yil ichida katta farq qiladi. 4-chi misol. Mohira opa uzoq yillar uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan, keyin kichik savdo bilan norasmiy ishlagan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda staji yetmay qolishi mumkin. Bunday holatda u qaysi davrlar qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkinligini oldindan aniqlashi kerak. Ayrim hollarda ijtimoiy soliq to'lash, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, rasmiy faoliyat yuritish kelajakdagi pensiya huquqini mustahkamlaydi. Shuning uchun men uyda ishlayapman, menga baribir deyish noto'g'ri. Xavotir olish kerak bo'lganlar birinchi navbatda hujjatlarida uzilish bor odamlar. Mehnat daftarchangizda yillar orasida bo'shliq bo'lsa, ish joyi nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, familiya, ism yoki otangizning ismi eski hujjatlarda boshqacha ko'rsatilgan bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Masalan, pasportda Yo'ldoshev yozilgan, eski mehnat daftarchasida Yo'ldoshev bo'lsa. Bunday farq ba'zan qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Ikkinchi xavfli guruh korxonasi yopilgan yoki qayta tashkil etilgan odamlar. Agar siz ishlagan zavod, shirkat, fermer xo'jaligi, xususiy korxona yoki tashkilot hozir yo'q bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivda saqlanayotganini oldindan aniqlang. Chunki yopilgan korxonalar bo'yicha ma'lumotni topish ba'zan eng ko'p vaqt oladi. Uchinchi guruh uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. Rasmiy staj bo'lmasa, kelajakda pensiya huquqi cheklanadi yoki miqdor past bo'ladi. Shu sababli bugundan boshlab o'z faoliyatingizni rasmiylashtirish haqida o'ylang. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlash yoki mehnat shartnomasi tuzish, bular shunchaki qog'oz emas, kelajakdagi ijtimoiy himoya kafolati. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning ish faoliyatingiz to'liq rasmiy bo'lsa, ish beruvchi barcha to'lovlarni o'z vaqtida o'tkazgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangiz yuritilayotgan bo'lsa, ma'lumotlaringiz soliq va mehnat bazalarida to'g'ri aks etgan bo'lsa, sizda xavotir kamroq bo'ladi. Lekin baribir tekshirish shart. Chunki bazadagi bitta texnik xato ham pensiya tayinlash paytida muammo keltirib chiqarishi mumkin. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma narsa avtomatik bo'ladi deb o'ylash xato. Tizim raqamlashtirilmoqda, ko'plab ma'lumotlar bazalar orqali olinmoqda. Lekin agar bazada ma'lumot yo'q bo'lsa, u o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Fuqaro arxividan ma'lumotnoma olib kelishi
ish joyiga murojaat qilishi yoki hujjatni tiklashi kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Ko'pchilik men 4 yil ishlaganman, demak pensiyam juda katta bo'lishi kerak dedi. Aslida pensiya hisobida staj bilan birga rasmiy ish haqi, to'langan badallar, qonunchilikdagi cheklovlar, bazaviy hisoblash miqdorlari, qo'shimcha ustamalar va boshqa omillar ham inobatga olinadi. Ya'ni ikki odam bir xil 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy ish haqi farqli bo'lsa, pensiya ham farqli chiqadi. Uchinchi nozik jihat, ish haqi yuqori bo'lgan davrni tanlash masalasi. Ayrim holatlarda pensiya hisoblashda ma'lum davrdagi ish haqi olinadi. Odam qaysi yillarda rasmiy daromadi yuqori bo'lganini bilmasa, hisob kitobda o'ziga qulay davrni ko'rsatishda qiynaladi. Shuning uchun eski ish haqi ma'lumotlarini saqlash, arxivdan aniqlashtirish juda foydali. 4-nozik jihat, chet elda ishlagan davr. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi ikki tomonlama kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomalari, to'langan ijtimoiy badallar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, uni O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shish oson emas. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, hujjatlarni tarjima qilish, tasdiqlash, tegishli idoralarga taqdim etish talab qilinishi mumkin. 5-nozik jihat, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Bu yo'nalishlarda faqat staj emas, tibbiy xulosa, oilaviy holat. Qaramog'ida bo'lgan shaxslar o'lim haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik hujjatlari kabi ma'lumotlar ham muhim. Bitta hujjatdagi xato yoki muddat o'tib ketishi to'lovni kechiktirishi mumkin. 6-nozik jihat, bank kartasi va to'lov manzili. Ba'zi pensionerlar pensiyasi kartaga tushmay qolsa, darrov pensiyani to'xtatishdi deb xavotir qiladi. Aslida sabab bank kartasining muddati tugagani, rekvizit o'zgargani, fuqaro yashash manzilini o'zgartirib, ma'lumotni yangilamagani yoki texnik uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank kartangiz muddati, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz dolzarb bo'lishi kerak. Endi eng kerakli qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID ma'lumotlari, JSS, shir, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili. Bularning barchasi bir xil va to'g'ri bo'lishi kerak. Agar eski hujjatlarda familiya boshqacha yozilgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki boshqa tasdiqlarni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni oldindan tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Siz mening mehnat stajim va pensiya huquqim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib bering deb so'rashingiz kerak. Agar xodim og'zaki javob bersa, iloji bo'yicha yozma yoki elektron ko'rinishda ma'lumot olishga harakat qiling. 3-qadam, mehnat daftarchangizni tartibga keltiring. Eski mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'zdan kechiring. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri, rahbar yoki mas'ul shaxs imzosi aniq bo'lishi kerak. Agar muhr ko'rinmasa yoki yozuv chalkash bo'lsa, o'sha tashkilotga yoki uning huquqiy vorisiga murojaat qiling. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizangizda qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. Masalan, men 1992-yil mart oyidan 2004-yil sentabr oyigacha falon korxonada hisobchi lavozimida ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ish staji va ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, qidiruv ham osonlashadi. 5-qadam, rasmiy ish haqi masalasini ish beruvchi bilan muhokama qiling. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz, rasmiy oyligingiz va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Bu noqulay savol emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Har bir xodim o'zi uchun qanday to'lovlar amalga oshirilayotganini bilishga haqli. Bugun sukut saqlasangiz, ertaga pensiyada farqini o'zingiz ko'rasiz. 6-qadam, o'zini o'zi band qilgan yoki yakka tartibdagi faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish va to'lovlarni rasmiy yuritish masalasini tekshiring.
Ko'p odamlar uyda tikuvchilik qiladi, sartaroshlik qiladi, repetitorlik qiladi, ustachilik qiladi, onlayn savdo qiladi, lekin rasmiy ro'yxatda yo'q. Daromad bor, lekin staj shakllanmayapti. Bu kelajakda katta muammo. Rasmiy faoliyat yuritish pensiya huquqini kuchaytiradi. 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish buyruqlari, ishdan bo'shatish buyruqlari, maosh ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, tibbiy xulosalar. Bularning skaner yoki surat nusxasini alohida papkada saqlang. Telefoningizda ham, elektron pochta yoki bulutli xotirada ham saqlab qo'yish foydali. 8-qadam. Pensiya tayinlashga yaqinlashgan bo'lsangiz, arizani kechiktirmang. Pensiya yoshiga yetishdan oldin hududiy pensiya jamg'armasiga borib maslahat oling. Menda qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rang. Agar xodim qo'shimcha hujjat kerak desa, ro'yxatini yozib oling. Hujjat topshirishda arizangiz qabul qilingan sanani albatta qayd ettiring. Birinchi ehtiyot chorasi: tanish orqali tezlashtirib beraman degan odamlarga ishonmang. Pensiya masalasi qonuniy hujjatlar asosida hal bo'ladi. Agar sizdan pul so'rab, staj qo'shib beraman, pensiyani oshirib beraman, bazaga kiritib qo'yaman desa, bu xavfli. Bunday holatda siz ham aldov qurboni bo'lishingiz, ham hujjatlaringiz bilan muammo orttirib olishingiz mumkin. Ikkinchi ehtiyot chorasi: ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonavermang. 7 iyuldan hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi. Hujjat topshirmasangiz pulingiz kuyadi. Faqat bugun ariza bering kabi shov-shuvli gaplar ko'p tarqaladi. Rasmiy manbalarni tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari portali, hukumat qarorlari, rasmiy axborot kanallari. Men ham sizga doim rasmiy ma'lumotga tayanishni maslahat beraman. 3-ehtiyot chorasi: muddatlarni o'tkazib yubormang. Ayrim nafaqa va to'lovlarda ariza berilgan sana muhim bo'ladi. Agar fuqaro kech murojaat qilsa, pul faqat murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Shuning uchun keyin boraman deb yurmang. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik qayta hisoblash, qo'shimcha ustama kabi masalalarda vaqt juda muhim. 4-ehtiyot chorasi: telefon raqam va bank ma'lumotlarini yangilab turing. Agar pensiya jamg'armasi yoki bank siz bilan bog'lana olmasa, xabarnomalarni olmaysiz. Karta muddati tugasa, pul tushish kechikadi. Yashash joyingiz o'zgarsa, ayrim ma'lumotlar eski hududda qolib ketishi mumkin. Bu mayda tuyuladi, lekin amalda ko'p muammo shundan chiqadi. Endi asosiy savolga qaytamiz. Nega bu yoqimli syurpriz deb aytilyapti? Yoqimli tomoni shundaki, tizim fuqaroga yaqinlashmoqda. Oldin odam ko'proq hujjat izlab yurgan bo'lsa, endi ma'lumotlarni elektron almashish, avtomatik tekshirish, ortiqcha ma'lumotnoma talab qilmaslik, fuqaroni oldindan ogohlantirish kabi amaliyotlar kuchaymoqda. Bu ayniqsa yoshi katta insonlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, uzoq hududlarda yashovchilar va idora yurishga qiynaladiganlar uchun katta yengillik. Masalan, agar biror pensionerning ma'lumotlari bazada to'g'ri bo'lsa, u har safar qog'oz ko'tarib yurmasligi kerak. Agar to'lov qayta hisoblanadigan bo'lsa, ayrim holatlarda bu avtomatik amalga oshirilishi mumkin. Agar fuqaroga qo'shimcha hujjat kerak bo'lsa, uni oldindan bilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa asab, vaqt va xarajatni kamaytiradi. Lekin men yana bir bor ta'kidlayman, avtomatlashtirish fuqaroni butunlay mas'uliyatdan ozod qilmaydi. Sizning vazifangiz ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshirish, hujjatlaringizni yo'qotmaslik. Rasmiy ishlash, zarur paytda ariza berish va huquqingizni bilish. Davlat tizimi qancha rivojlanmasin, agar hujjatda xato bo'lsa yoki siz o'z vaqtida murojaat qilmasangiz, muammo chiqishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, 1 iyuldan pensiya jamg'armasi tizimidagi yangiliklar ko'pchilik uchun qulaylik olib kelishi mumkin. Lekin bu qulaylikdan foydalanish uchun har bir fuqaro o'z ma'lumotlarini tartibga keltirishi kerak. Pensiya faqat keksa odamlarning mavzusi emas. Bu rasmiy ishlayotgan har bir xodimning, farzand tarbiyalayotgan onaning, chet elda ishlayotgan yurtdoshning, xususiy sektorda mehnat qilayotgan yoshlarning ham mavzusi. Bugunoq 3 ta ishni qiling. Birinchisi, mehnat stajingizni tekshiring. Ikkinchisi, rasmiy oyligingiz va to'lovlaringizni aniqlang. Uchinchisi, hujjatlaringizni bitta joyga jamlab qo'ying. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga borib, oldindan maslahat oling. Agar hujjatingizda xato bo'lsa,
Uni tuzatishni kechiktirmang. Men sizlarga shuni maslahat beraman. Pensiya masalasida eshitdim. Kimdir aytdi, qo'shnim shunday qilibdi degan gaplar bilan ish tutmang. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Sizning stajingiz, ish haqingiz, hujjatingiz, oilaviy holatingiz va murojaat sanangiz muhim. Shuning uchun rasmiy ma'lumot oling, savol bering, yozma javob so'rang va o'z huquqingizni talab qiling. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizning pensiya hujjatlaringiz tartibdami? Mehnat stajingizni tekshirtirganmisiz? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda qanday muammoga duch kelgansiz? Sizning izohlaringiz boshqa odamlarga ham yordam beradi. Keyingi videolarda men pensiya miqdorini qanday tekshirish, staj yetmasa nima qilish va arxivdan ma'lumotnomani qanday olish haqida yanada batafsil tushuntirib beraman. Kanalda qoling, chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam ertaga o'z haqini yo'qotmaydi.